Hayva qilib qo'ying. Hayva. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yer Farg'ona viloyati Yazyovon tumani So'yon MFda bo'ldi. Xo'p, bu yerga общий uzunligi 11 metr bo'lgan veranda qo'yib berdik. Xo'p, Red Pen Aldox 1 dan bo'lgan Zolotoy dub bir qavat oq aynida bo'lgan. Xo'p, Red Pen'ni o'zi ko'pchilik biladi. Bu Akfa'ning ikkinchi eksport varianti hisoblanadi. Ranglari hamma tomonlama Akfaga 100%, stenalari, yupqa qalinliklari ham bir xil bo'ladi. Xo'p, bu yerga yangi qo'shimchalardan bo'lgan eshiklarimizga balkon profildan ishlatib berganmiz. Qalinligi 12 sm bo'lgan. Taglari arkafon bitta liniyada bo'lib, chiroyli holatda bitta. Xo'p, aytib o'tganimdek 11 metrga, balandligi 230 bo'lgan. Xuddi shu holatda ishlarni yakunlab berdik. Romlarimiz bittadan ochilish bor. Har bitta oralig'iga keladigan bo'lsak 270 dan bo'lgan. Bitta bu eshigimiz 260 bo'lgan. Qolganlari 270 dan bo'lgan. Xo'p, hozir bilasizlar, kun qisqaroq bo'lganligi uchun ertaroq videoga olishga qaror qildim. Xo'p, tepalarda ayniklari endi solinyapti. Pastlari bo'ldi, почти. Xo'p, ichkarida ish jarayonlari. Mo'rchkalari bilan bo'lgan. Usul yopilishlari yengil holatda. Qiliqlanishlari ham taglari o'sha liniyaga mos qilib arkafon qilib oldik. Quyoshga chidamliligi uchun. Xo'p, padagoniylarimiz bu tomoniga ham o'tib g'isht yopib tursin deganliklari uchun 25 lik tushadigan joyga 30 lik padagoniya qo'yib berdik. Xo'p, tashqarilari ham o'sha g'isht chiqib qolgan joylari ponni nol bo'lib yopilgan. Endi hammaga har xil shu holatda aytuvdilar, qilib berdik. Ichkarida qolgan chiqqan padagoniyalari bor. Xo'p, bitta ham ish jarayonlari aytib o'tganimdek Akfa bilan Red Pen bir-biriga bir hisoblanadi. Shuning uchun bularga Akfa joylari ham bor, Red Pen ham bor. Bittadan ochilishi bor aytganimdek. Xo'p, shu joyimiz o'sha summada olib kelib o'rnatib berish hamma yo'g'i bo'lib. Xo'p, 14 million 300 ming so'm bo'ldi jami summada. Narx qilma deyapti. Xo'p, bemalol izoh takliflar bo'lsa, kommentariyada qoldirasizlar. Yana bir qator iloji boricha ichkaridan ham bitta video qilib ko'rsatib beramiz. Xo'p, ichkari ko'rinishlari xudo xolasa yakunlandi ponni. Tepalariga hamma yo'g'i bo'lib, aynaklarigacha. Usul yopilishlari aytib o'tganimdek, o'sha 12 lik balkon qanotdan bo'lgan. Xudo xolasa uni bir qo'l bilan bu tomonlari ham zich yopishgan. Boshqacha kuch shart emas. Yengil holatda borib yopiladi. Xo'p, ichkari ko'rinishda padagoniyalari bor. 25 lik ichkari holati, tashqari o'sha 5 chiqqan. Xo'p, ichkarida katta ko'z qilib berganmiz, bir-birlariga mos keladigan qilib. Shtobi yorug'roq bo'lsin degandilar, shunga moslab berdik. Xo'p, delfin uchkalari Akfa'ning o'zidan yopilishlari yengil holatda. Ichkaridagi tish holatini ham 1 metrlik qulflanish holatlarini qilib berganmiz. Penalarni ham ichkaridan atidos sepilgan. Polностью shu где-то 1 sm yon yerda zazori bor. O'shaning hisobiga pena sepdik. Bu ham o'sha urvinga to'g'ri kelishligi uchun zazor qo'yganmiz. Qolgan tomonlar tepalari zich yopishgan. Xo'p, bu tomonning ichkaridan ko'rinishi, yopilishlari xudo xolasa bu ham bir xil, yengil holatda tomonlari zich yopishgan. Mana o'lololoni sababchisi. Xo'p, bu holatda bu tomonlari ham Akfa'ning o'zidan bo'lgan. Yopilishlari ham zich holatda. Xo'p, shuning bilan ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Kimga shunaqa eshikrom veranda teraskalar zarur bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Ishlarni sifatli, garantiyali qilib beramiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga kattakon rahmat.